Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, Kamol aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Kamol aka bu hamma akfachi o'zini ishini maqtaydi-da. Aha. Hech klientda fikrini eshitmaydi. Endi o'zingiz gapiring, nima bo'ldi, nima qo'ydi? Qachon zakaz qiluvdingiz? Endi bu deymiz, akvachilar ham ko'pda. To'g'ri, hammasi o'zini ishini maqtaydi. Bizdagi mana ichgan to'rkim bo'ldi maniga. Yasalib, mana stiklariga e'tibor berish kerak-da akvachilar ham. Mana shunday. Mana. Ana shunday yasalgan. To'rkimda akkim mana qo'yib o'rnatib beryapti ustalarimiz. Qo'li dard ko'rmasin mana, charchamasin. Bundan keyin endi xizmatini qilaversin. Bizda yana nima deymiz? Kamol akaga oldin bu tomoniga ham qo'yib bergan edik. Bu yoqdagi uylariga. Mana hozir bu tomonlariga ham zakaz berdim. Mana bu tomonda 4 ta deraza, eshiklar, общий bu uy bitta o'zi 0 bo'ldi mana. Bu yerga antrasit rangdan, mokra asfaltdan. Obunachilarga nima deysiz agar? Obunachilarga nima deymiz? Mana shu ustalarga mana shunday xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, aytsa, hech to'rkimga qolmay yasab olib, mana shunday o'rovinda qo'yib berdi. Bemalol ekranga like, podpiska bosib, zakaz qilib, ekrandan nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Shunday. Bitib, qog'ozlarni yilish mazza keyin.